Akalar BYD qangda ichiga hozir quyon kirib ketdi. Katta quyon. Ataylab batareyani yechmoqchi biz hozir. Batareyaning orasiga kirib ketdi deyapti. Yo'q, ana. Batareyaning orasiga kirib qatta turibdi-ku. Qanchadan beri qiynayapti, o'zi qachon kirib ketdi aka? Yo'q, bolalar ko'payib ketdi. Yo'q. Ishqilib o'ylab qolmayapman. Toshkentga olib keldi. Quyon bilan Toshkentga olib keldi. Iloji yo'q, hozir batareyani yechyapti aka. 5 tasini oldik. 5 ta oldin ham. 5 ta oldik. Yo'q, serios aka. Bu bolalarni mashina ichida. Ha, hozir bittasi qolib ketdi, endi yo'q keldik tomon. 5 tasini ham Toshkentga olib keldingiz. Voylagan. Quyon bilan akam Toshkentga yurtdilar. Yo'lda ham tushmagan. Yo'lda tushmadimi? Hozir pishirib yuboraman deyaptilar, mana shu jazirada turibdilar. Chetasi ham. Yo'q, ha. Ha, bo'ldi, men halolim. Qaroring chiqaring. Ko'ramiz. Telefonimni joyi to'lib qolmasa. Bo'ldi. Asli batareyaning tepasida. Batareyaning tepasida deyaptilar. Ha, tushganlar. Obangdagi u nari tomonga kirib ketishgan-da. Qaysi tarafga kirib ketishdi? Oldi tomonga. Old tarafga kirib ketishdi. Ha. Ko'rinyapti quyon? Buni turibdi, yana yuribdi uni. Oppoq quyon ekan bu. Oppoq. Sotaling hali ko'rindi akalar, quyon ko'rindi. Ana. O'ta, nechta bor ekan yana? Bolalari ham bo'lishi mumkin, obangdagi.